cho'pon yigit. Bor ekanda yo'q ekan. Bir cho'pon yigitcha bor ekan. Uning har qanday savollarga bergan javoblari bilan butun mamlakatda dong'i ketgan ekan. Bu haqda o'sha mamlakatning podshosi ham eshitibdi va bu gaplarga ishonmay yigitchani o'zining huzuriga keltirishni buyuribdi. Va unga shunday debdi: agar sen mening 3 ta savolimga javob bera olsang, men seni o'zimga o'g'il qilib olaman va sen mening saroyimda yashaysan, debdi. Bu qanday 3 savol ekan? Mening birinchi savolim: dengizda necha tomchi suv bor? Podshoyi olam, o'sha dengizga quyilayotgan daryolarning suvini to'xtatish to'g'risida farmon bering. Ularning bir tomchisi ham dengizga tushmasin. Ana shunda men sizga dengizda necha tomchi suv bor ekanligini aytib beraman. Mening ikkinchi savolim: osmonda nechta yulduz bor? Menga katta bir varaq qog'oz bering. U qog'ozga qalam bilan shunchalik ko'p mayda nuqtalarni qo'yibdiki, qarasang ko'zlaring qamashib, ularning sanashning hech ilojisi yo'q ekan. Va u podshoga qarab: mana shu qog'ozda nechta nuqta bo'lsa, osmonda ham shuncha yulduz bor. Ularni bir sanab ko'ring-chi, debdi. Nuqtalarni sanashni hech kim uddalay olmabdi. Podsho o'z savollarini davom ettiribdi. Va mening 3-chi savolim: abadiylikda necha soniya bor? Uzoq o'lkalarning birida Ko'hi Qof tog'i bor. Uning cho'qqisiga chiqish uchun bir necha kun yurish kerak. Uning uzunasi bo'ylab o'tish uchun ham yana bir necha kun yurish zarur bo'ladi. Va yana bir necha kun o'sha tog'ning uchiga chiqish uchun ham kerak bo'ladi. Tog'ning cho'qqisiga 100 yil mobaynida bitta qushcha bir marotaba uchib kelib, o'zining tumshug'ini qayraydi. U butun tog'ni qayrab tugatganida esa abadiylikning 1-soniyasi o'tar ekan. Sen mening 3 savolimga donishmandlarday javob berding. Endi men seni o'g'il qilib olaman va sen mening saroyimda yashaysan.